Xudo, yana pirojnoy buncha meni qiynamoqda bu. Kechagi tortni kremlarini hali hazm qilib bo'lganim yo'q-ku. Buncha vaqtma qilasan, sen hazm qila olmasang menga keladi-ku hazm qilmagan shakarlaring. U qandni hazm qilishim uchun men insulinni ko'proq ishlab chiqarishim kerak. O'sha insulinni ko'p ishlab chiqarganimdan yog' bosishni boshladim. Buncha vaqtma qilasizlar, hamma muammo menda-ku. Aynan yog' bilan shakar meni devorlarimni o'zi tirnab tashladi. Meni o'zi gapirishga kuchim qolmayapti, bosimim oshyapti. Sizlarniki muammo emas, hamma muammo meniki. O'zi menga karis tushib, meni yeb bitiryapti. O'zi sog' tishi qolmagan, lekin nafsini tiya olmayapti bu nafsi buzuq. Men bu muammo bilan tortishib, talashib charchadim o'zi. Bo'ldi endi diabetni chaqiraman yordamga. Qo'ysanglar-chi, sizlar kasal bo'lsanglar ham ichki organizmni hech kim ko'rmaydi. Hammaga ko'rinadigan joy bu men. Bo'ldi, talashmanglar, har bittanglarni o'z o'rningda bor men uchun. Men endi buni yo'lini qidiryapman hozir Instagramdan. Nafs tiyishni qanaqa yo'li bo'lishi mumkin Instagramda? Dietolog nutrisolog Xurshidabonu Xurshidovnani reelslarini tomosha qilishga majbur qilyapman. Balki shu reels sabab o'zgarib ketar, nima deysizlar? Buni fikrini eri o'zgartira olmagan reels qanaqa